Bir kun men o'z uyimdan chiqib, shunday mana shu yerga qaraganimda, ya'ni bizning shahrimizga bomba quladi. Keyin esa yerimiz bo'linib ketdi. Xuddi mana shunday turganida bundaqa bo'lib ketdi. Ko'rib turganingizdek shunaqa bo'lib ketdi. Endi men shaharimiz yo'q bo'lib ketgani uchun yangi shahar qurishim kerak. Men yangi shahar nomini Habibe dedim. Salom obunachilar, bugun sizlar bilan Habibe TV va bugun biz ko'rib turganingizdek yerimizga yadroviy bomba tushdi, keyin esa bo'linib ketdi mana. Ko'rib turganingizdek. Mana bu yerda teshiklar bor, bu yerda ham mana suv portlab ketgan. Shuning uchun biz endi yangi shahar quramiz. Davaymi? Qanunda boshladik. Birinchi mana yoqqa uy quraylikchi. Mana yoqqa borish kerak ekan, chunki bu yerdan boshlashimiz kerak. Bunday qo'yamiz. Obunachilar, navbat-navbatdan qo'yib chiqaveramiz. Farqi yo'q. Endi mana bunday quramiz. Keyin Endi qanday buzamiz buni? Mana. Buni bunday qo'yamiz. Keyin yana uyda quraveramiz bunday. İkinci nevi. Блядь! Buni buzamiz. Buni musor paxsiga tashlavoramiz. Buni ham tashlavoramiz ekan. Nima qurdim tashlavorsak? Bunday quramiz. Bunday. Блядь! Mana. Блядь! Ana. Endi bu yoqdan yana quramiz. Ana. Endi buni qanday quradi? Bunday. Challenge qayerdan topaman men? Sen uchun challenge topolmagan. Kechirasan. Bu o'zi Messi ekan-ku. Endi men kichkina bo'lib mana shunaqa mashina haydayman. Ketdik bu yerdan. Bizga kerak emas. Lekin o'zimni bu yerda qurishga $1000 ketganda. Farqi yo'q men. Suvda ham haydasa bo'lar ekan lekin. Chiqaman zirkarli ekan. Tinch qo'shiq, yaxshi qo'shiq. Cho'tdi qo'shiq.
Qo'shiq bo'lsa ham cho'tga qo'shadi. Bunday. O. Ana, keyin bu yoqdan yana quramiz. Yo. Bunday. Bilet bunday. Ana. Yana quramiz. Bu yoqdan quramiz. Bilet. Bo'lmayaptimi? Ana. Nokma bu? Ana mana bariga. Ana cho'pagimida neydi? Ana o'zi nok. To'xtanglar, men qarindoshlarimnikiga borib kelaychi bir. Qanunda bunikiga. Çıkmam. Oo. Stadion. Bilmiyorum, stadion var bu yaxshiydi. Buniki de hava şarı. Ya bulardaki zo'r shahar ekan. Nasıl boqqa kerak? Nima u? Futbol stadionlari. Pazarli. O't o'chirish mashinalari bu yerda nima? Kameramen. Men mashina haydashni bilmayman. Unchalik yaxshi. Shunga uncha qish haydayapsan deysizlar. Chopdim men. Birma-bir hammanikini tekshirib chiqaman. Ana. Birinchi bunikiga boramiz. Yo, bunga hozir bordim. Bormadimmi? Mayli obunachilar, keyingi qismda biz videoni ikkinchi qismini olamiz. Hammaga xayr. Ikkinchi qismni hammani tekshiraman.